Qoryantog'da sotilayotgan uyimiz chiqib qoldi. Qaranglar, 2 sotikdan iborat. Ixchamgina uy, masalan, domdan ko'ra uy olaman deganlarga zo'r variant deb o'yladim menimcha. Mana bu ko'chasi sizlar uchun alohida ko'cha bo'ladi. U yoq tupik ko'cha ekan. Bu yerda mana shu uyimiz fasadni mana tashqaridan bitta ko'rsalaring bo'ladi. Darvozaxonasini mana shu yerdan ochib olsalaring bo'ladi. Hop, razmerini hozir aytamiz, ichkaridan shunday o'lchab turib. Bismillah. Oyoq bilan kiraveringlar deyishdi, yana haligi juda qattiq tanqid qilmaysizlar. Bu yerda hech kim yashamas ekan. Hop, razmerini aytadigan bo'lsak, eniga 3.35 ekan. Uzunasiga 7 metr deyishdi. Hozir ko'r. Uzunasiga 648. Hop, kelavering. Hovlimiz mana bir chekkadan ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Atrofi polniy devor bilan o'ralgan. Hop, tasavvur qiling. Mana bu yerda darvoza ochiladi. Siz ashaq o'tolaveringlar. Hoppa. Darvozaxona, mana shu uy xonani o'rnini darvoza qilib ochib olasizlar ekan o'zlaringga. Va bu yoqda mana darvozaxonadan kirganda o'ng qo'lda xonalarimiz boshlanib ketadi. Ketdik, endi xonalarda birma-bir joylashuvini ko'rib chiqamiz. Yo'q. Qani? Mana bu yerda bitta xonamiz. Bunda razmerini siraz aytib ketaveraylik. Har uyasi bor. Shu 32. 3.32 ga to'g'ri 28 xonamiz. Ichkarisidagi ham xuddi mana shunaqa yana bitta xonamiz bor ichida ham. Hop, va mana bu yerda mana koridorimiz bo'lyapti. Ro'paradagi xonamiz dush uchun mo'ljallab qo'yishgan, ya'ni o'sha alohida fundament qilib ketishgan ekan. Hop, bu yerda razmer uzunligi 6.66 chiqyapti va hop, eniga 1.98. Hop, endi mana xonamizni o'lchaydigan bo'lsak, 4.40 uzunasiga endi bu yog'ini o'lchaymiz. 3.36 dan ikkita xona bo'lyapti. Mana bu joyimiz. Bu yerda aytaylik rom deylik. Romimiz uzunasiga 5.96, ya'ni 6 metr ekan. 3.5 ga 6 metrlik romimiz bo'lyapti. Zinapoya uchun mana, ya'ni zinapoyalar quyib qo'yilgan. Xudo xolasa atrofi devor bilan o'ralgan, shiferlar yopilgan, tomlari ya'ni. Hop, kelib bu yerda o'zlaringga moslab bitta chiroyli o'sha xohlagan remont turidan qilib olasizlar, xohlagan remontlaringni. Hop, manzili Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashu shaharchasi Qoryantog' qishlog'ida joylashgan mana shu 2 sotikdan iborat bo'lgan uyimiz. Hop, pastda egalarning raqamlarini, ya'ni kommentariyada qoldiramiz. Kirib, ko'rib, bemalol o'sha telefonlashib, mabodo Jamashuliklar bo'lsa, Qoryantog'liklar bo'lsa, kelishib olsalaring bo'laveradi. Hop, lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telegram kanalimiz Mingbuloqda deb yozsalaring chiqadi. Bemalol o'sha lokatsiya bo'yicha kelib ko'ringlar. Ma'qul kelsa keyin egasiga telefon qilsalaring ham bo'laveradi. Mana shunaqa gaplar. Narxini 30 ming kelishamiz deyapti. $30,000 o'tib beradigan joylari bor. Kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa uy loyihalari, uyga oid nimaiki xizmat bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Reklamalar ham qilib beraveramiz. Sog' bo'linglar.